Akalar, bugun biz sizlar bilan Cobalt mashinasiga mana shunaqa sakarlarni ustalikka qilishni o'rganamiz. Birinchi o'rinda bizga qilinadigan ishimiz eshik yashikasini akkuratni ochib olishimiz kerak. Faqat ko'tarilganda tok chiqishi kerak bizda. Mana shu ko'targan holatimizda tok chiqqan holatini uzamiz. Shu glavniy shu eshik oynasini ko'targanda pil chiqadi. Tushirganda yo'q. Faqat ko'targanda pil chiqadi. Значит, biz bashini uzib olishimiz. Xo'p, oldi o'ng taraf qismi xuddi shu qatorda tepadagi mana shu sariq ko'k polosali bo'lar ekan. O'ng taraf oynamiz qismi esa pastdagi ikkinchi qism orqa chap tarafga kelsa, mana shu glavniy shopir eshigida tagidagi qism ekan. Plus qismimiz esa bu yoqda balkonda kulchatirida olamiz chegirda. Zoda bizda plus qismimiz mana shu qizil qism. Bu qismni ulanish tartibini tushuntiramiz. Ushlab tur. O'zimizga qarab olganda bu oldi shopir taraf eshik. Birinchi xil, ikkinchisi, uchinchisi va to'rtta oynani xillari bo'ladi bu. Xo'p. Biz shopir eshigini topib uzib olganmiz. Bu videodagi mana shu shopirniki. Xuddi shunday polosasi borini eshik tarafidagi qo'yiladi, ulanadi. Polosasi yo'g'i kulchatirga ulanadi. Bu ketdi birinchi oyna, ikkinchi oynasi ham xuddi shunday polosasi bor tepa tarafga, polosasi yo'q pastda. Xuddi shu tariqada ketamiz. 4 ta eshik oynani simlovlab oldik. Xudo xolasa 4 tasi tepaga qarab ketgan. Bu yoqda 4 tasi pastdagisin. Agar siz buni joyini alishtirib qo'yadigan bo'lsangiz, eshik qulflaganingizda yopiq oynangiz ham ochilaveradi. Buni to'g'ri ulashingizni tavsiya beramiz. Polosasi bor tepa tarafga, polosasi yo'q kulchatirga. Massa o'zini joyini qo'yganmiz, qarasam. Shopir eshigini bakovidagi kulchatirdan promot tokini olganmiz. Xudo xolasa tortib kelganmiz. Mana shu yerda uladik. O'zim ham topolmay qoldim. Bu yerdan mana shu tarafda ulagan ekanman. O'zini jam iznatlarida o'rab kelganmiz. Mana addendasini tortib kelganman. Xudo xolasa chotki oxirida uni bitta paratga qo'yamiz. Или bunga addena bitta mini reli qo'yishimiz shart banch tarafga. Bu nimaga? Agar buni mini reli qo'ymasdan to'g'ri-to'g'ri bo'ladigan bo'lsak, akkumulyator o'tirib qolishi ehtimoli juda katta bo'ladi. Imенно Cobaltlarda bitta mini reli bilan ish bitib ketadi. Xudo xolasa hozir bu mini reli ulashdan o'rgatamiz. Bizda motorchining massasi kilovoltga bo'ladi. Bir marta massa bo'lsa bo'ladi. 87 ta chiqib ketishi, 85-86 jigarang bilan kulrang bo'laveradi. Xudo xolasa eshik yopganda ishlaydi. Xudo xolasa relimiz tayyor bo'ldi. Yoqaga ustki mini reli qo'yib berganmiz, katta reli emas, hech qanaqa qo'pol bo'lmaydi. Qismlari o'zining joyida qolgan. Bu taraflarga qo'yilmadi. Misol bu yoqqa qo'yadigan bo'lsangiz osilib qolishi ehtimoli bor. Mana shu tosh turib, mana shu yerga qo'yganmiz. Xudo xolasa ishimiz bitdi. Bu yoqda reli qo'ygandan keyin o'zini perxatli 7,5 deb bo'ladi. Bu Baku uchun mo'ljallangan perxatli bo'ladi. Xo'p, mana shu perxatni olamizda. Kuyib qolmasdan turib. Bu yoqda zapas perxatli xodlari bor. Siz mana shu 15 lik yetadi. 15 likni olamiz. Bu yoqqa tiqamiz. Xudo xolasa, keyin bu 7,5 ni ham olib turib 15 joyga qo'yib qo'yamiz. Yo zapasni xod. Bu yoqda hech qanaqa to'p qo'yib yurmaydi. Olib tashlasangiz ham xizmat qilmaydi. Endi o'z uchun zapaska, hatto bo'sh zapaskalar bor. Mashinangizda olib tiqib qo'ysangiz bo'ladi. Magazinga yangi olib turib, o'z uchun kerak bo'ladi.